Asrni qaritgan kun. Manqurt atamasi ilk bora tilga olingan ushbu asar nimasi bilan kitobxonga yaqin? Asarning asosiy qahramonlari oddiy mehnat kishilari: Edigey Bo'ron, Kazangap, Bukey, Ukku bola, Abutolib Quttiboyev, Zarifa obrazlaridagi o'ziga xos xarakter, ichki olam, ular boshidan kechgan musibat kitobxon qalbiga shu darajada yaqinki, go'yoki ular bizdan unchalik ham olisda emasdek. Kazangapni Bo'ronli bekatidan uncha uzoq bo'lmagan ona Bayit qabristoniga dafn etishga undagan sabab hamda Nayman onaning farzandi tomonidan fojiali o'ldirilishi o'rtasidagi bog'liqlik asarning butun bir mohiyatini ochib beradi. Manqurtga aylangan farzandi Jo'lamonni nihoyat ming azoblar bilan topgan onai zor o'z bolasiga onasi ekanligini uqtirolmaydi. Xuddi shuningdek insoniy tuyg'ularidan mosuvo bo'lgan, hatto ota-onasining mayitini qayerga ko'mishi kerakligiga befarq bo'lmagan holda qabr uchun tanlangan makonga bepisandlarcha qaragan ongli Sobitjon yangi zamon manqurti sifatida tasvirlanadi. Kitob mutolaasidan keyingi mulohazalaringiz biz uchun qadrli, aziz kitobxonlar. Ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Do'stlik tuman axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring va mutolaa zavqidan bahramand bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.